Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala Resuluna Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hürmetli televizyon sual ve cevap namlı programımız arkalık sizler bilen yüz görüştük. Bu programımızda muhaciretteki halkımızın akide, ibadet, turmuş ve muamalat qatarlıq cəhətlərdə düş gələn yoki qılmaqçı bolğan işlərinin İslamdakı hökmünü bilməkçi olub, Şərqi Türkistan Ülemalar Birligiga sual sorab, əvətkən suallarga cavab verib ötümüz. Bugünkü programımızın aziz mehmini Şərqi Türkistan Ülemalar Birligi reis vekili Mahmudcan Damollam, riyasetçi mən Abdülahad Ucat. Hürmetli ustaz programımızga hoş geldiniz kızın karşılarımız. Kıymetli vaktlerini çıkarıp bu programımızı katılganlık kılış için Allah razı olsun. Programımızı İstanbul'da yaşavatkan qarindaşlarımızın birinin Şərqi Türkistan Ülemalar Birligi'deki ustazlarga soğuğan sualı bilen başlayımız. Qarindaşımız vatanımız Şərqi Türkistan'daki zulüm gündün günge yaşavatkan ve tesirligisiz zulüm buluvatkan hazırkı peyitde bizning muhacirat yaşavatkan yoki xususan İstanbul, Türkiye'de yaşavatkan qarindaşlarımızın hajga berishi to'g'rimi? Burun farz haj qilib bo'lib, yana tekrar haj qilishi bunun hukmini mi buldu? Yana Xitoy kafirlarining pasporti bilan hajga bosib bo'lamdi. Biz normalde boshqalarga zulmni anlatayotgan vaqtida Şərqi Türkistan'da namaz qılıb olmaydı, rızq qılıb olmaydı, həcgir bağılıb olmaydı deyimiz. Lekin muşundaq durup yani həcgir basa bu qandaq buludu degan suallarını sordu. Bununla cevap verip össüle. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Thumma amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah subhanahu ve ta'ala Şərqi Türkistan'daki qarindaşlarımızga, xalqimizga tushgan zulmni pat yaqinda ko'tarib o'tishni Allah subhanahu wa ta'aladan tilaymiz. Ve bütün muhacirat yaşayotgan Türkistanlik qarindaşlarimizni muz zulmni ko'tarishda bir vasila bo'lashqa, bir sababchi bo'lashqa Allohning muvaffaq qilishini hammamiz umid qilamiz. Allah subhanahu wa ta'ala bu savolni so'rgan qarindishimizdan rozi bo'lsin. Biz qilmoqchi bo'lgan yoki qarindoshlar qilayotgan ma'lum bir masalaning hukmini shar'iy tarafdan bo'lib undan keyin qilay deganlikning o'zi yoki kishilarningki qarindoshlarining qilgan bir ishining shar'iy hukmini bo'lish uchun savol so'rashning o'zi bu shu qarindishimizning bir iymon egisi ekanliginingki dalili. Allah subhanahu va taolo bu savolga to'g'ri javob berishni nisib qilsin. Birinci olab bu bir necha turlik savol ekan. Birinci olab bekitishga tegishlik eng muhim nuqta nima desa, haj ibadati Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bütün müminlarga, musulmonlarga farz qilgan ve İbrahim alayhissalomdan tortib musulmonlarga alohida belgilangan islomningki muhim ruknlarınınki biri. İslam'daki 5 ruknununki biri hac ibadeti. Bu Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu ve taala İbrahim aleyhisselam'ın bütün müminlerge nida qilganligini bizga so'zlagan. Ve ezzin fin nasi bil hacci ya'tuka rijalan ve ala kulli damiri ya'tuna min kulli fajjin amiq. Yani kişilerin hammasiga bu hac ibadetini qilishqa sen chaqag'in, to'lig'in bunu ilan qilgin degan. Ve bunundan başka yani netçe ayetlerde ve etimul hacca vel umrata lillah. Sıra hac ömrü ibadetlerini Allah'ın razılığı için mükemmel tuluk kılınlar diye buyruklarını kıygan. Yani el haccu eşhurun ma'lumat diyen yani bu ayetlerde mi bu hac ibadetini kılışınınki ne kadar zürürlüğü ve perz ikelliğini Allah subhanahu ve taala çoğu bütün müminlerge bildirgen. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem özününki hadislarda mı bu hac ibadetininki Allah farz qilgan bir ulug' ibadat ekanligini müminlarga alohida o'qitgan. Payg'ambar alayhissalom hadisida shundaq deydi:
Xatabana sahabining birisi Rasulullahning so'zini bizga rivoyat qilib yo'tkab, Xatabana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va qol: "Ayyuhan nas, innalloha qad farada alaykumul hajja fahajju." Ey musulmonlar, ey insonlar, Alloh subhanahu va taolo sizlarga haj qilishni farz qildi. Shuning uchun sizlar haj qilinglar deb buyurdi. Sahobalardan birisi qo'pab: "Ya Rasululloh, afi kulli am?" Her yılımı deb so'rabdi. Rasululloh shuktude, ikkinchi qatim so'radi, uchinchi qatim so'radi. Uchinchi qatim so'g'a vaqtda yo'q deb javob berib, agar men ha degan bo'lsam, har yili haj qilish farz bo'ldi, sizlar qilishga qodir bo'lolmaytinglar degan. Va buningdan boshqa nurg'un hadislarda hajninki insonni xuddi anadan tug'ilma holatga ekildiganligi, günahlarınınki afu qilinishiga sabab bo'lganligini bayon qilgan. Shuning uchun har bir musulmon bu hajni qilishga alohida hirisman bo'lishi, bu haqda tirishchanlik qilishi, iqtisod to'plashi, iqtisodni qalaymuqan buzmay, alohida mush ibodatni qilish uchun ayab jug'ilishi, bu mush ibodatga yetkazadigan vasila vosita bo'lg'achqa alohida zarur, muhim. Buni ta'kidlash, nima uchun buni ta'kidlaymiz? Bugunkidek mushundaq zulm bo'layotgan vaqtdimi? Bugunkidek mushundaq xapuliq bo'layotgan vaqtdimi? Bu hajning farz ekanligini nima uchun ta'kidlaymiz desa, chunki har bir zulm bo'lgan vaqtda, mushundaq musulmonlarga balay afat xapuliq kelgan vaqtda islomning shuarlaridan ma'lum shuarlarning o'zini musulmonlar o'z qo'pab, hozir menda zulm bo'lib ketdi. Unda bo'lgandan keyin mana shuni qilmasak bo'ldi ekan, ya qilmay tursak bo'g'dak degini tursa, belki İslam'ın nurgun ruknları, nurgun asasları çoğu Müslümanların hayatının yo'qolib ketish ehtimolliği nayt kuchli bo'ladi. Chunki hammamizga ma'lum bo'lgandek, kommunist Xitoylar tarixdan buyon haj qilishni alohida cheklab, har xil yo'llar bilan kishilarningki erkin azodi berishini cheklab, nurgun umaq qilib, o'zimiz tashkillab olib deb qaradamni tanlab masalan. Shunda qiyin qiyg'in olmaydigan, qiyg'ini bo'lgan taqdirdimi, zo'r qiyinchilik bilan qiyg'ini bo'ldigan bir ibodatga aylantirib qo'ygan o'z zamonida. Ya'ni 5 yil 10 yilning oldida. Hatto kommunistlar kelib ta 49-yildan tortib 83-yilga bag'cha, 82ga bag'chilik bizning vatandan hajga adam bormabdi ekan. Demak, shu az deganda 30 yil vaqt hech kim asosiy hajga borolmaganligimda. Undan keyin vaziyat sal uçuklangandan keyin, azroq kishilarga erkinlik ma'lum doirada berilgandan keyin buni pasport yo'llari o'g'lab kishilar chu ancha-muncha hajga boradigan ahvollar bo'lgan. Lekin Xitoy kommunistlari chu alohida qarshi turib kelgan iboratlarning biri. Shu vaqtning o'zida, hatto shu 90-yillarning keyinlarida mening shundaq yodimda bor. Bugungi kunda bu Turkistonlik musulmonlarga haj qilish farz emas. Hajga bormasa bo'ladi, chunki islom hokimiyati yo'q. Bu Xitoy pasporti bilan bordi, para berib bordi, bu degan gaplar shu chaqdimicho bir qism dindorlarimizning, qarindoshlarimizning og'zidan o'shunday gaplar chiqqan. Shu vaqtda vatandagi ustozlarimiz alohida bunga raddiya bergan ahvollar bo'lgan. Shuning qatoridan men anglagan bir tabliğda Şeyh Hasan Mahsum rahimahullahu alohida mushaqda bir gap bilib to'xtalib, hajni Alloh farz qilgan bir ibodat. Bu zalim bizni to'g'ri cheklidi. Hozir parvamiz pasport ag'in olmaydi, ya umakka qo'shilg'ini bo'lmaydi. Lekin Alloh buyurgan bir ibodatni qilish uchun bu bizning haqqimiz bo'lgandan keyin cho'qim Uyg'ur musulmonlari hajga berishga tirishish kerak, pasportga yo'l menish kerak deb alohida to'xtalganligini men shu vaqt shu 94-95larda anglagan, shundaq yodimda bor. Demak, kommunistlar shundaq qarshi turib kelgan. Kommunistlar shundaq cheklab kelgan bir ibodatni biz cho'qim buni vatanda mundaq zulm bo'layotdi deganni bana qilib buni qilmay o'ltirib olmasdan, balki hammamiz imkoniyatimiz bo'lsa qilishga alohida tirishchilik ko'rsatishimiz lozim. Chunki tarixdan buyon musulmonlarning ziminlaridan nurg'un ziminlar kofirlar tarafidan besiverilgan. Mayli 20-asrninki boshlarida bo'lsin, nurg'un islom ziminlarini Yevropaliklar besib olgan. Hindiston desak, masalan, Hindistonda bir necha yuz yil musulmonlar hokimiyat tutgan ya.
Keyin boshqalar hinduslar hokimiyat o'tab ketdi. Bugungi kunda masalan Falastin. Lekin hech qandaq bir olimninki davlatini kafirlar besib olsa, bu musulmonlarga haj qilish farz emas degan gap hech qanday yerda yo'q hamdir. Hech qandaq olimning bunday gapi yo'q. Tabiiy holda besavlangan zaminni ozod qilish, bunaga harakat qilish, jihad qilish hammasi qilishga tegishli farz ishlar. Lekin biz buni suqash to'may biz bilan jihad qilish uchun haj qilmaslik lozim masalan. Yoki haj qilish uchun jihad qilmaslik lozim deb bu Allohning farz qilgan ibodatlarni biz suqash to'maycho, qaysini qilishga sharoitimiz yor bersa, qo'limizdan kelsa, shuni shu vaqtida qilishimiz bu alohida zarur, buni qilishimiz lozim. Shuning uchun Turkiyadagi va boshqa Yevropaning har qaysi joylaridagi Turkistonlik qarindoshlarimiz hajga berishga tirishsa, xususan bu hajjo gadindagi farz haj bo'lsa yoki birinchi qatimliq umr bo'lgan bo'lsa, umr haj bo'lgan bo'lsa, buningga tirishishi, alohida iqtisod chiqarishi, bu haqda tirishchanlik qilishi har bir odamning gadiniga vojib qilishga tegishli ish. Bu savolning endi ikkinchi bir tarfi burun haj qilib bo'lganlar, burun bir qatim haj qilgan bo'lsa, umr haj qilibdi masalan, keyin yana takror qilsa qanday bo'ladi? Takror qilsa bo'lamdi, bo'lmamdi deb so'rabdi bu qarindishimiz. Bunun qarta hamda olimlarimiz birinchi qatim asosni bekitish lozim. Asos shariatda belgilangan haj, farz haj har bir mo'minga nisbatan bir qatim. Ömrümü bir qatim. Ömrünü farz degan olimning qarshiga basak. Yani ömür qilishmi bir qatim. Va atimul hajja val umrata lillah degan bo'g'ashqa. Bir qatim qilgandan keyin ikkinchi qatim, uchinchi qatim ya to'rtinchi qatim qilishning o'zi nafliga aylanadi. Nafliga aylanadi. Tabiiy holda bundaq vaqtda agar musulmonlar bizning xalqimiz islomdagi haqiqiy Allohning mukofotini, savobni musulmonlarningki beshiga kelgan zulmni ko'tarish uchun, qarindoshlarimizning beshiga kelgan xafalikni ko'tarish uchun mushu o'zimizning ichidagi ehtiyoj egalariga yoki mayli zulm qarshi turish, zulmni yo'qotish uchun mushuninga ketarlik yo'llarga ya lozim kerak bo'lgan yo'llarga pul hajlashning o'zi hajga borgandan afzal. Nafli hajga borgandan. Mushu yerdan qilsak, izohat bersak, masalan, mushu savolni so'gan qarindishimizmi? Xuddi sizlar degandek, hozir masalan yaqin yoqi 200 odam Turkiyadan hajga bordi umriga. Buningga az 1 million pul ketdi. Valanki İstanbul'da nega qalasak, bizning xalqimiz yerdan bu yerdan yordam olyapti. Hatto ba'zi yordam olganlarmi? Shu hajga borganlar bor. Buning hukmi qanday bo'ldi demoqchi ekanman sizniki. Gapga ilovatan mukofot savob tarafdan tabiiy holda ashundoq ehtiyojli kishiga hajildi ya da'vo yo'lida hajildi masalan. Yoki bo'lmasa vatandagi zulm qarshi turish uchun yoki asirga tushganni qutqizish uchun, turmaga kirib qolgan odamni qutqizish uchun hajildi. Bunun savobi cho'qim nafli hajninkidan ortiq. Buni birinchi bo'lib buni bilishimiz lozim hamda. Xususan bu ehtiyojli kishilar urug' tuqqan masalan ya hamsoyi bo'lib qolsa, bu chaqda texmo nafli hajga ya nafli umriga borgandan Mavlaga pul hajlashning o'zi bu afzal, bu ortiq. Buni qilish lozim. Lekin shu vaqtning o'zida biz bekitishga tegishli muhim nuqta nima desa, agar bir odam haj qilibdi ekan, umr qilibdi ekan, keyin yana bag'isi kelibdi. Allohning baytini, ya'ni ko'gisi kelibdi. Shu yerga berib 2 rakat namoz o'qisi kelibdi. Umr qilg'isi kelibdi ya haj qilg'isi kelibdi. Bunda qilgan bo'lsa, bunda qilishing to'g'ri emas yoki harom. Alloh qabul qilmaydi. Alloh seni jazolaydi deb manda deyishga bo'lmaydi. To'g'ri emas bu. Bundaq deyishga qat'iy bo'lmaydi, chunki bizning ichimizda bunday gaplarni qildigan odamni yo'q emas. Va to'g'ri emas. Nim deb hajga bordi, palani manda tursa, anda tursa deb buni ayiblaydigan, qamchilaydigan mushundaq ahvollar cho'ba. Birinchi bo'lib unda qamchilaganga u baray deb muhabbat bog'lagan odam
yoki haramni ko'rgisi kelgan odam birinchi qatim ko'rgandan keyin ikkinchi qatim tag'in bag'isi keldi. O qamchilaganga madem tillaydi ekan meni bormayya deb u xajilmoqchi bo'lgan pulni yana bizaga bermaydi. İkinci olab Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadisde nim degan desa tabi'u beynel hacc vel umra fe innahuma yenfiyani el faqr ve zunub. Yani sizlar hac ömrünçü ak ergeştirip qıp turunlar. Yani digenlik tekrar kılanıl degen gap. Tekrar qıp tursanlar bu hac ömründen ibaret bu ibadet birinci olab günahın efu kılınışıga, pekirliknin yo'qolishiga sebep bo'ladi. Xuddi tavlash orqali tümenin altın kümüşninki kirleri yo'qolgandek, bu haj orqali pekirlik yo'qoladi ve shundaqlicho günahcho efu qilindi, günah yo'qoladi degan. Shuning uchun biz shar'iy Allah'ın Resulü yol qo'ygan bir ibadatni o'zimizning hissiyati yoki ma'lum ma ish muhimte deb qaraplam şunu asasını onu çeklaş ya onu to'g'ri emasdi, haramdi, onu qilish, bunu qilish deb manday deyishtincho saqlansak bo'ladi. Chunki Alloh subhanahu va taolo boshqa nurg'un hadislardami zot bu al-umratu lima baynahuma kaffara, al-umratu wal-umra lima baynahuma kaffara deb hadis bor. İki ömre o'tirdiki xatolik kaffarat bo'ladi, xatolikning afv qilinishiga sabab bo'ladi degan hadislar bor. Shuning uchun biz tabiiy holda xalqimizni aşındak ihtiyaçlı kişilerge, yerlerge, ihtiyaçlı kişilerge pul hacleşninki ebzelligini tunuş, bu bir hakikat olsa, ikinci olab bir adam aşında kayta uyagim haclepti. Nurgun adamlı var, hacgim bardıgan, ömürgim bardıgan, lekin yaxşı yagim iqtisatını hem haclaydıgan hem de. Bunda kıygan bolsa, onun için sen kayta ömürgü vadın ya tekrar hacgı vadın deb eyplaş ma şer'i taraftan to'g'ri emas. Sualın yeni bir bölümü de hem de mesela Xitay pasportu bilan hacıga basqanda oldu deb bunu musoraptı, onu ama uçuqlanmay basaq. Xitay pasportu bilan sualda yani namoz o'qishni cheklaydi, ro'za tutishni cheklaydi, hajga berishni cheklaydi deb turib, yani Xitay pasportu bilan biz hajga basaq, voy men Xitay pasportu bilan kepsan o sen deb musulmonlar manda deb qolmamdi degan maqsad shu bo'lishi mumkin. Birinci olap hem de hazır vatandan çıkıdığan bir adam yok aynı. Neçe yıl oldu. Tabi halde chet eldikiler. Başka nüfus ağam bolsa ya Türkiye'nin ya başka bir devletinin şunu olan bardo. Lekin nüfus yok, nurgun halkımız var hem de. Nüfus yok adamlar bu kullandı Xitay pasportu atı. Bunu olan ben bağımsam bulte dep olturaş lazım mı ya ki beriş gerek mi diyse. Ay başka yanın nüfusunu ağı çilek oldu Xitay pasportu bolsa mu? Beriş gerek çünkü İslam dini kişilerin emri hayatı, kişilerin emri turmuşuğa hel çağrı tapıdı ve şundaqlı Müslümanın kıyınçılıkta yol tapamaydıgan yerde koyup koymaydı. Nurgun çeklengen işli var. Mesela bir adam jangaldı kaldı, ussuz kaldı, harak var içişke. Hayatını saklap kalış için. Hemmeden buludu bunu. Şunda ayada haraklısı bulamdı bulmam desi şu. Bunu deyimiz neymiş için? İslam aş insanının hayatını saklap kalışık buyurgan. Hayatını saklap kalışık buyurgan boğaşka haram nesini bir otlam işip turup hayatını saklaş bu duruz. Şunun dekemde ma pasport meselesi chet elge çıkış için mesela Türkistan halkına nispeten bu şu bombuz çıkkın olmaydıgan aşında bir vastığı aylanıp kalgan nesemdi bu. Bunu bir adam tabi halde ihtiyari kütegen emez. İhtiyari özünün mesela Türkistan devletimiz olap pasportumuz olgan bolsa mümkün emas bunu hem de qarap mı koymayımız. Lekin devletsizlik, vatansizlik bu şunda şu Xitayning pasportu bilan chet elga chiqishga majbur qildi. Ve Türkiye'de mi şu bombamızdaki nurgun ikamet, nurgun taraftan qijilnib yashashga to'g'ri keldi. Hozirga kadar. Aşındaq boğaçqa İslam dini Müslümanın emri hayatıga, gündelik turmuşu qartaço çağırtıp birdi. Nurgun hata işne bunun nispeten eğer yol ipke vaqtda yol kep qalsa bunu fırsat çıkırıp birdi. Bu mesela Peygamberimizin zamanı qaraydigan bolsak, Peygamberimizin zamanında Müslümanlar yasıgan, baskan pul yoktu. Şu çağdaki
tengi olsun, kümüşten boğan dirhem olsun, yoki oltindan boğan dinar olsun, bularning hech qaysini o'chog'i musulmonlar yasagan emas. Shu arablarningki zeminida, shu Makka Madinada qo'llanadigan pul shu chaqda Bizantiyliklarningki, ya'ni Rumliklarningki dinari oltindan yasalgan, akasira deb ma İranlıklarınki kümüşten yasagan dirhem puli, tengi puli. Muş qo'llandi. Ta Resulullah'ın zamanında şu qo'llangan, Ebu Bekir'in zamanında Müslümanlar. Çünkü Müslümanlar şu çağda aşını qabul qilib pul sifatida elistetish ishiltirgan pul deb qabul qilib ishlatgan. Ishlatgan bo'lg'achqa Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam jihad bilan, da'vat bilan bulab bu haliq alohida din munosabatlik narsa bo'lmag'achqa bu pul degan narsa shu buni shu pul yasashga alohida ko'ngil bo'lib yurmagan. Davlat qurish bilan bo'lgan. Davlat qurish bilan bulab ta nimaning hatto Umar roziyallohu anhuning davrida kumushdan bo'lgan pulni yasab tikan, lekin bu pulni shu nimaninki Parislarning puliga o'xshash yasab tikan. Chunki shu chaqda shuni qo'llanadigan bo'lg'achqa. Haqiqiy islom nomi bilan dinar islomiy deb atalgan, islom dinari deb atalgan pul qachon yasalgan desa, Umaviylarning 5-xalifasi bo'lgan Marwan ibn Abdul Hakamning zamonasiga kelganda Hijriyaning 72-yili. Hijriyaning 72-yili oltindan kumushdan ta 72dan 77gacha bo'lgan mush araliqda hem oltin hem kumushdan aniq jinglaqliq manchi gram deb mush asosida shu dinar hem shundaqla dirhemni shu musulmonlar yasagan. Buningga dinar islomiy deb islomiy shuar bismillah alhamdulillah degandek mushundan aslat shu yozilgan. Shu pullar hozir qadar bor. Demak shu chaqda musulmonlar ash pulni ishlatishga majbur bo'lib, shu pulni Rasulullohning zamonida ishlatib tikanimda. Bu vosita o'g'achqa. Nima uchun elistitishda vosita o'g'achqa. Bu pasportmi-chu ma shahardan yana bir shaharga ya ma davlatdan yana bir davlatga yo'tkilishga vosita bo'lib qolgan bir narsa bugungi kunda. Bu shunday vosita o'g'achqa. Bu vositani hali biz asli bu nayt yo'g'an narsa deb qarab, buni o'zimiz qishnab manda qilmasdan hajning sharti bilan hech aloqasi yo'q. Hech qanday aloqasi yo'q endi. Hajga vasaq berib, umriga vasaq berib, mushuning bilan lekin biz-chu shu buningdan yana kutamaslikning sharti nima desa davlat qurish masalasi. Qanday qilganda shu o'g'irlangan davlatimizni qo'lga ola olamiz, mushaqti shu tirishchilik qilishimiz lozim. Bunga aloqador ikkinchi savol endi. Bizningki ulamolar birligining telefon qilib solgan xolim qizlarimizmi bo'ldi. Masalan, ayollar mahramsiz holda umra yoki haj qilish uchun Makkaga bosib bo'lamdi hozirda qatnashishlikka talaqqi qilgan yoki bir qancha ayollar birlashib guruh holda mangan sharoit ostida bu durustmi deb buni so'ratadi. Buni uchuqlanmasak. Birinchi o'lab bekitishga tegishlik muhim bir nuqta. Ayollarningki umumiy mahramsiz safarga chiqish masalasi. Asos ayollarningki umumiy mahramga chiqish, ya'ni safarga chiqish mahramsiz holatda, ya ersiz ya mahramsiz. Mahram deganimiz hamda shu ayol kishini elish harom qilingan kishilarning hammasi shuning qatoriga kirib ketadi. Mangu elishga bo'lmaydigan akinilari tavsiya degandek. Yoki eri bularsiz safar qilish masalasi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aniq cheklagan ishlarning biri. Payg'ambar alayhissalom Abu Hurayra radhiyallohu anhu bayon qilgan bir hadisda la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa layla illa va ma'aha zi mahram deb bayon qilgan. Aniq hamda. Bu 2 kun 3 kun deb kelgan bu hadislar. Yani 3 kunlik safarni qilsa bo'lmaydi, 2 kunlik safarni qilsa bo'lmaydi, ta 1 kunlik safarni qilsa bo'lmaydi deb har xil labzlar bilan kelgan. Buni olimlarimiz qanday jo'g'ilgan desa, so'rgan odam har xil. So'rgan odam har xil bo'lgan bo'lsa, voy 1 kun safar qilsa bo'lamdi desa, yo'q. 2 kun safar qilsa bo'lamdi, yo'q. 3 kun safar qilsa bo'lamdi. 3 kunlik, ya'ni masofaga safar qilsa bo'lamdi deb so'rgan odamlar har xil bo'lg'achqa shu har xil payg'ambarimiz shu har xil javob bergan deb bu hadislarni jo'g'laydi. Mush hadisninki ashkara tushunishlik bo'lgan ma'nosiga eslib turib, Imom Abu Hanifa
rahimahullah ve şundaklı İmam Ahmed rahimahullah bu ikkilenço zade ayal kişi mehremsiz hecgi berişki bulmaydı. Hecdin ayalgı vacip buluşunun şartı nimo dese ayalının mehrem bulaş. Yani bir ayalga hec kaçan vacip buldu dese bu ayalının mehremi olsa, iktisadı olsa, yol emin olsa şuna olan koşap andın ço hec vacip buldu dep hecnin vacip bulaş şartını ayalının mehreminin buluşu için bağlıgan. Bula kim o dese İmam Ebu Hanife ve şundakla İmam Ahmed rahimahumullah. Şuna bu meseleni enik düşünüşümüz lazım. Şun bir ayal men müşahhadiski emel kılıtım. Peygamberimiz zat ayal kişi mehremsiz sefer qis bulmaydı depto. Mening mehremim bulmagandan keyin manga hac vacip emasken, hac farz bulmaptı. Şunço men hac qilmay dese hech qandaq bir odamninki, olimning ya shaxsninki u ayolni yo'q sen hajga bormasang bo'lmaydi. Haj degan sana nisbatan farz deb zo'rlishi to'g'ri emas. Allah subhanahu va taolo cho'qim u ayolning shu o'zrisini qabul qiladi. Chunki o'zining payg'ambarining tili orqali umum musulmonlar uchun ayol kishi zodi bir kunlik safarni, bir uch kunlik safarni mahramsiz qilsa bo'lmaydi deb bizga bayon qilgandan keyin bu hac safari uzun safar bo'lgandan keyin mush hadisga amal qilib bir ayol men hajga bormayman, umrga bormayman desa bu ayolning gadindan cho hac saqit, ya'ni hajning farzligi saqit. Bu birinchi nuqta. Buni har qanday bir ayol mushning amal qilaman mush hadisga desa, hadisga amal qilaman deb tursa. Hadisga amal qilaman desa bir kishining majburlash haqqi yo'q. Eyiblash haqqi yo'q. Eyiblash haqqi yo'q hamda. Bu bunda pul turib ya sharoit turib hajga bormadi deb er yo'q yoki urug' tuqqanlar yo'q billa bordigan mushunaq ayolni eyiblash haqqi qat'iy yo'q hamda. Ikkinchi qarash. Ayol kishi xususan farz hajga yoki farz bo'lgan umrini farz degan qarashga basak mahramsiz basa bo'lamdi bo'lmamdi desa ikkinchi qarash olimlarimizdan bo'ludi degan qarashni tanlagan. Buning eng asosli peshvolari kim o desa bu qarashninki İmam Shafi'i shartsiz yani mahram bo'lmasa hatta bir adam ayolning mahram borkan, eri borkan, akinillar borkan, lekin bular bağlanmaptı. Mesela ya biz hozir berish vaqtimiz yo'q sen bilan debdi. Ayında degan taqdirdimi bu ayol agar mümin jamoat bo'lsa, ayollardan tarkib topgan yoki faqat hammasi ayol masalan ishonchlik yaxshi odamlardan bir umak tashkillangan bo'lsa, shular bilan bascho bo'ludi berish kerak. Hajninki farz bo'lishi nimadan farqi? Bu İmam Shafi'ininki farz bo'lishi mahram bilan munosabatsiz. Mahram bilan munosabatsiz. Haj farz, mahramning bo'lishi vojib. Agar mahram bo'lmay qolgan taqdirda bir ayol o'zi ashunda boshqa odamlar bilan hajga berib hajni ado qilsa, buning hajjiga qat'iy shak yo'q. Alloh cho'qim bu hajni qabul qiladi. Shuning uchun bascho buludu degan qarashni İmam Shafi'i bilan İmam Malik rahimahullah bunu tanlagan endi. Bu gapni masalan bakadan baka o'ltiraplam Rasulullahning aniq hadis tusa bakadan baka tanlaganmi? Olimlarimiz bizning salaflardan, sahobalardan tortib bugunga qadar bu dinimizni bizga shundoq sog'lom elib kelgan olimlarimiz bakadan baka aniq hadis tusa bu shunda behuda tanlagan buni desa albatta yo'q. U İmam Shafi'i, İmam Malik rahimahullah ve onundan başqa şu hozir qadar bizga ularning ilmlari kelgan olimlarimiz qat'iy Rasulullahning hadisiga zid qarshi holda shu hadisni bo'lib turibcho qarshi bu yo'lni tutgan emas. Bular nima uchun mushin degan? Ya'ni bas buludo desa bular bir necha turlik dalil ko'rsatgan. Birincisi usulda bir qoida var. Şu qoidadan dalil ko'rsatgan. El haramu li zatihi, el haramu li g'ayrihi.
ya'ni bir narsa Alloh subhanahu va taolo buni sababsiz harom qilgan. Masalan, to'ng'izdek. Yoki boshqa bir narsa va ma'lum bir sababga bog'langan. Ayolning safar qilishi sababsiz harommi yoki sababga bog'langanmi desa, albatta hammadan deydi-ki, sababga bog'langan. Agar sababsiz harom bo'lgan bo'lsa, biz odam bilan mahram bilan mengishimiz uchun harom bo'lish lozim. Lekin sababli harom bu. Nimaga bog'langan desa, bu ayolningki yo'lda yolg'iz bo'lib qolsa, ma'lum boshqalarningki tajovuz qilishiga uchrashi, bu ayolning iffat nomusi dafsanda qilinish ehtimolligi kuchli. Ayol kishi bo'lganligi uchun. Yo'lda har xil burun zamonlarda hamda nurg'un jangallardan, dengizdan o'tirgan ishdi bu safarda. Shundaq bo'lg'achqa bu ayolningki yo'lda yolg'iz menib qolsa, xususan, masalan, yoki hatto ayollar jamoati bo'lgan taqdirdimi, ayol yolg'iz menib qolsa, bunga har xil odamlar chaqilish ehtimolligi kuchli. Yo'l xotirjam emas. Unda bo'lgandan keyin haram. Shu Rasululloh cho bu haram li g'ayrihi deymiz buni. Rasululloh shuni cheklagan. Madamiki yo'l aminkan, yo'l ishonchlikan, xotirjamkan, burunqidek o'g'ri yolg'onchi yo'qkan yo'lda, bulangchilik yo'qkan. Ham shundaqla ishonchlik jamoat bilan birlikan. Bunda bo'lib qolsa, bu haromlikning sababi bu yerda yo'qaydi. Unda bo'lgandan keyin ayol kishi hajga berish uchun vojib zodi mahrum bo'lmasmi? Deb bu birinchi dalili. Asas şu zaman, makan, safar vesilisine. Şunun bağlıq demekçi haramlığı. Zaman özgerdi, safar vasısı özgerdi, onundaki yol eminleşti. İkinci yani bir delil nima dese, Ömer ibn Hattab radıyallahu anhu, emiril müminin vaxtıda, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ayalları hac kılışqa ruhsat sorgan. Ruhsat sorgan vaxtda, Ömer radıyallahu anhu cho ruhsat bergan Rasulullah'ın ayollarına. Bularni Osman ibn Affan bilan Abdurrahman ibn Avf bu ikkisini cho bular qo'shab evatgan. Demak, bu yerda bir jamoat tashkillandi. Demak, bu Ömer, Osman radıyallahu anhu, Abdurrahman ibn Avf ve Rasulullah'ın ayollari, o ayollar mu xato ishni qilgan ayollar mu? Masalan, albatta olim ayollar, Oyshadak ajoyib olim ayollar var. Ve sahabeler şu çağda bu vakalikni bilgen hech kishim shu inkar qilmagan. Rasulullah'ın ayollarınınki mahremsiz halette, mahremi yok. Şu Ebu Bekir Ömer muş sahabeler bilen birge hajga berişin çoğu sahabeler inkar qilmagan. Bunu mu çoğu delil qilgan? Bu ikinci delil. Üçüncü delil Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin Adi ibn Hatim radıyallahu anhuga degan bir so'zi var. Agar sen yaşab qalsan, yani hayatın Allah sana ömür bersa, la tarayanna za'ina takhruju min al-hira. Yani sen bir qir ayolninki, Hira degan Iroqdagi bir zaminning ismi. Hiradan chiqib Makka kelib tavob qilganligini ko'rsa, hech nimadan qo'rqmay Allohdan boshqa degan hadisi var. Demak, islomning shundoq gullanganligi, xotirjamlikning bütün rayonni egallaydiganligi bu hadisdan aniq chiqadi. Shuning bilan birga payg'ambarimizningki mush hadisdagi shu qarxoton, shu ayol mushundaq yolg'iz kelib, hech nimadan qo'rqmay haj keldi deb bu ayolning hajga kelganligini inkar qilmay bayon qilganligining o'zi buni maqtash babida bu mucho delil deb ko'rsatgan. Tabiiy holda bu istidlolga qarshi chiqqan olimlarimiz yo'q emas. Lekin bu yerdagi muhim masala nima desa, Hatimninki keyin men ashni o'z ko'zim bilan ko'rdim. O'z ko'zim bilan mushundaq ahvollarni ko'rdim debcho buni bayon qilganligi shu tarixdan buyon hozirga qadar hamda olimlar o'rtasida shunday ixtilof bo'lg'achqa, tarixdan buyon nurg'un ayollar shunday tashkillanib hajga umriga boradigan ishlar bo'lib keldi bugunga qadar. Shuning uchun bir ayol bormasa, hadisga amal qilib, mahremsiz safar qilsa bo'lmaydi degan hadisga amal qilib bormasa, inshaalloh u ayolni ayiblamaslik kerak, majburlamaslik kerak. O ayolning gadindan cho haj farz saqat. Agar yana bir ayol Alloh menga hajni farz qilib ekan bütün mu'minlarga, ayol hammasiga, unda bo'lganda ekan men ayollar jamoat tashkillab yoki bir necha ayol mushundaq bo'lib, bugungi safar vositining asallishi 2 soat bilan
Berpul'dan da hazır aeroplan bilen. Muşundaq vaqtda burunqidek xotirjamsizlik yo'q. Men mush ibadet ne? Farz hac ve farz ömürne ben ada qilitem deb basa inşallah Allah bunun ömrüsünü qabul qiladi. Bu qiyg'iniga shu Allah chuqum mukofot berdi. Buni mo qamchilamaslik, ayıplamaslik kerak. Ahirgi shartlarga uyg'un holda basa joizlikalik kuchlik ko'z qarashlar yana. Ha. Yani alimlerimizin bugün kunda jiq alimlerimiz şu İmam Şafii bilen İmam Malik'nin qarshini hacı sualidan o'tkazishdan burun televizorda ko'ruvchilarimizdan biri menga ayrim so'rabdi. Masalan, o'qiyotgan o'quvchilar o'qish yordami oladi. Masalan, bu ehtiyojli deb aldamdi buni. Shundoq turib ömriga hajga borsa, buning hukmini va buniga javob berayotgan bo'lsa. İmkaniyeti bo'lsa bas bo'ladi. Bu halaqi abiyon degan halaqi yordam elib hajga bosqanda degan bilan ikkisi bu yerda biroz hajga bas bo'ladi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hajga iqtisodiy tarafdan kuch yetmaganlarni sadaqaning tugisiga mindirib qo'ygan. Shunda tugiga minib hajga borgan. Deb lekin bir odam masalan hajga vardım deb u yoqqa verib bu yoqqa verib sadaqa jug'lab masalan kishilardan yordam jug'lab unda hajga berishi vojib emas u odamning gadiniga. Vojib emas, farz emas. Agar iqtisodiy sharoit yer bermay bo'lmasa Allah subhanahu va taolo sen nima deb ya ayda yordam jig'ib hajga bormading deb uni hisob olmaydi. Hisob olmaydi. Lekin ayda yordam keldi ekan bu odamga. Buni o'quvchi ekan, qisqachalik qilib ashurib masalan jug'lab berib ibodatni qilsa shuqum Allah subhanahu va taolo buni mukofot berdi. Xuddi hajga nima jihad ibodatiga o'xshagan. Ya'ni jihad ibodatidirmi? Qur'oni Karimda Allah subhanahu va taolo alohida Rasulullohninki ash kambag'al mujohidlarni jihadga apıranmağanlığı to'g'riliq nayt o mu'minning yig'laganligi, afsuslanganligini bayon qildi. Lekin kambag'al mujohidimiz chiqqan bo'lsa ajr olamdi yo'qmi? Albatta oladi. O mengib chiqibdi ya quroli bo'lmasa endi banasi bilan chiqibdi masalan, chuqum ajr oladi endi. Unda bo'lgandan keyin shu bizning haj bo'lsin, jihad bo'lsin bu ibodatlarda bir haram ishni qilmasa shu ishni qilaman deb, shu ibodatni qilaman deb to'g'ri yo'l bilan halal kasb bilan halal bir yo'l bilan iqtisod kelgan bo'lsa, buni shu ibodatga hajlis shu Allah chuqur qilgan ibodatni qabul qiladi. Allah razı olsun. İkinci sualımız olsak, qarindoshimizdan biri so'rabdi. Men kichik vaqtimda ota-onamninki davomli dua qilganligini, ya'ni ya Allah bizni bu Xitoyning zulmidan qutulgan yoki yaxshi kun ko'rsat, vatanimizni ozod qilib bergin deb shunda dua qilayotganligini anglaydim. Men cho'g'lab mana dua qilyapman ham boshqalarning qilganligini bilaman. Hozir masalan to'pluq dua qilyapmiz. Yani mushundaq turib, yani bizning duoyimiz nimishqa ijobat bo'lmaydi, buning sababi nima deb mas'ulni so'rabdi. Buningga javob berasizlar. Endi birinchi o'lab biz alohida bilishga tegishlik bir masala duo. Bu dua degan nima desa, bu ibodat bu. Allah Qur'oni Karimda "Ud'uni astajib lakum" dedi. Men duo qilinglar, men sizlarning duoyingizni ijobat qilaman dedi. Yani bir oyatda "Ud'u robbakum tadarruan va khufya." Sizlar Allah subhanahu va taologa yalvirib duo qilinglar, Parvardigoringizga deb bütün mu'minlarni buyurdi. Shuning uchun biz har qanday bir mu'min duo qilishni bir ibodat deb bilishi lozim. Her qanday vaqtda bu duo qilishninki ma'lum vaqti yo'q. Bunun ijobat bo'lish vaqtlari var, ya'ni ijobat bo'lishga yaqin bo'lgan, lekin cheklangan vaqti yo'q endi. Buningdan boshqa ba'zi ibodatlarning cheklangan vaqtlari var. Namozning kun chiqayotgan yoki kirayotgan vaqt o'qisak bo'lmaydi masalan. Lekin duoning cheklangan vaqti yo'q. Qanday vaqtda duo qilsak bo'ladi. Boshqa hadislarda الدعاء مخ العبادة صلاح المؤمن دقلك. الدعاء هو العبادة مخ العبادة ديجان هذا ضعيف ده مس لكن الدعاء هو العبادة ديجان هذا سهي ده الدعاء سلاح المؤمن ديجان سهي هذا دمك من قرالة دعاء ديجان عبادات ده بوغان دين كين بو دعاء نشوا هر قندق بره مؤمن هر دايم زيرك ما يقلش لازم
Bu birinci nokta. Hemimiz bilişik tegishlik. An ikkinchi nokta nima desa, dua qilyapmiz, duayimiz icabet bo'lmadi. Birinchi bo'lib bu duanın icabet bo'lmaganligini biz nereden bildik? Yani biz Xitoy zalimlar halak olsun deb dua qildik, hozir qadar qilyapmiz, bundan keyin qilamiz. Bu Xitoyning halak bo'lmaganligi bizning duayimizning icabet bo'lmaganligining dalilimi? Albatta yo'q. Bu islom dini halqi shunda amin deb dua qiliblam, ey Allah kafirlarni Xitoyni halak qilgin deb Allohu akbar desaklam, darhol Xitoy dunyodan yo'qolib halak bo'ldigan. Unda bo'lib qolsa bu nima degan oson ish bu? Hamma odam musulmon bo'lmamda dunyoda kafir qolmaydi agar unda bo'lib qolsa. Bir duo bilan ya bir necha qatimliq duo bilan ya bir yillik ya 2 yillik duo bilan oyda yo'g'on dushmanlar tugab ketirgan bo'lsa, masalan, dunyoda kafir qolmaydi. Bu dünya sınaq dünyası. Allah müminlerini kafirlar bilen sınıdı, kafirlarni müminler bilen sınıdı. Unda bo'lgandan keyin bizning duayimizning icabet bo'lganligining dalili Xitoyning darhol hozircha yo'qolishi deb qarab qalsak biz xatolashgan bo'lamiz. Chunki Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam albatta duosi icabet bo'ldi. Qo'lni ketaganlar bo'lsa. Lekin Rasulullohning hayotida qarasak, hech qanday bir kafirga duo qiliblam Allohning bir azap evatiplam halak qilib o'tgan, tugitib o'tgan bir ish yo'q. Urush qilgan, askarlarni evatgan, ha shuning bilan birga ham duo qilgan. Badr urushida sahobalar urush qilgan, payg'ambarimiz duo qilgan. Bu duo degan ibodat bo'lg'achqa biz har davom qilamiz. Ham boshqa ibodatlarni qilg'ach, masalan, namoz o'qib duo qilamiz. Masalan, Ramazon tutib duo qilamiz. İftaqiga vaqt duo qilinglar, Alloh duoyingni qaytarmaydi. Shu vosita bularning hammasi. Namoz bo'lsin, mushlar bo'lsin, Allohga yaqinlashishga, Allohning bizning qilgan ibodatlarimizni qabul qilishga bir vosita bu. Shu biz Alloh subhanahu va taologa duo qilamiz. Shuning uchun Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam nima degan desa hadisda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Sizning biringning duosi icabet qilindi, aldirablam ketmasa degan. Sahobalar qo'pab, ya Rasululloh bu qanday qilsa aldirab ketgan bo'ladi desa, bu Allohningki duo qildim, menga duo, mening duoyimni Alloh icabet qilmadi deydi. Shuning bilan summa yada, andin duo qilmaydi deydi. Ümidsizlanadi yoki duo qildim mesela Xitoyga duo qildik necha yil yoqqa. Qarindishimiz so'g'andak. Duo qildik bu halak bo'lmadi. Duoyimizni Alloh icabet qilmadi deb shuning bilan duoni tashlab qo'ydi deydi. Demak, duoni tashlab qo'yishning o'zi nimaga sabab bo'ldi ekan desa, Allohning icabet qilmasligi sabab bo'ldi. Shuning uchun duoda birinchi bo'lib olimlarimiz shart qo'ygan bu duoga. Duoning icabet bo'lishining sharti birinchi bo'lib ixlos bilan. Allah çokum muş duanı çok minin duayımını icabet kılıdı. Öyle ikilniş. Mesela Allahümme ehliki zalimine inşi'te. Halisan Xitayni halak kıl. Digendek manda. Halisan onu kıl, halisan bunu kıl digen demi ölen emez. Çokum Allah minin duayımını icabet kıl. Cezmi ölen. İşence ölen. Allah minin duayımını çokum icabet kılıdı o. Digen işence ölen kılışımız lazım. Ve şundakla Allah'a hiç narsani şirk keltirmesden bütün vücudumuz bilan qilishimiz lazım. İxlos degan mana shu. Ud'ullaha mukhlisina lahu'd-din. İkinci bo'lib haqiqiy biz Allohga o'zimizning bir ehtiyoj egisi ekanligimizni, ojiz banda ekanligimizni, Allohdan boshqa bizning yordamchimizning yo'qligini e'tirof qilib turib, mush ojizligimizni Allohga tanglab turib duo qilishimiz lazım. Şu Kur'an-ı Kerim'de emme yujibul muttarra iza da'a ve yekşifus su ve yec'alukum khulafa'al arda ilahum ma'allah. Yani muttar degan nima desa, aş ülekni yeyishga durust bo'lib qoldigan vaqt var mı? İnsanın hayatını qo'g'dab qolish uchun shuni muttar deb ifodalaydi Qur'oni Karimda. Onun Allah seningdan boshqa hech qanday bizga yordam berguchi, bizni qo'llig'uchi, bizning egimiz yo'q deb ashalik dengizga kirib qolib denizden çıkışını bilenmey, buran çık ketkenlik aletini Kur'an-ı Kerim'de bayan kurdu. Xuddi shuningdek, zaten sen qutqazmasan, bizning bas qutqazg'uchi yo'q deb Allohga bo'lgan o'zimizning ehtiyojini, o'zimizning bandichiligini tanglab turib qilishimiz lazım.
Üçüncü ulab, üçüncü şartı nima desa, çoqum halaldan. Bizning yeydiğimiz, kiydiğimiz halaldan bo'lishi lazım. Allah subhanahu va taala Peygamberimiz hadiste innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah subhanahu va taala yüze tayyibdan başqasini qabul qilmaydi. Deb uningdan keyin ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum degan oyatni Peygamberimiz o'qigan. Sizlarga biz halal deb belgilab bergan narsani yangli mu'minlar deb. Shunga yemek içmigimiz, kiyim kichigimiz shu cho'qim halaldan bo'lishga diqqat qilish bu duoning ijobat bo'lishining sharti. Bir mümin musulmon bu shartlarga rioya qildi. Onundan başqa alimlerimiz adabning qatoridan duo qilishni qo'lni ko'tarish deydi. Masalan, nurg'un adablari bor. Lekin asosli bu shart bor. Bu shartni ixlos bilan qildik. O'zimizning haqiqiy banda ojiz ekanligimizni e'tirof qilib turib qildik. Halaldan hidoq, haromdan yiroq turdik. Mushunday qilib duoni qildik. Lekin ashunda turib, yana bunda tuyg'umizga, hissiyotimizga duayımız icabet bo'lmagandek tuyuldi. Masalan, biz talab qilgan narsaga erishamadik. Masalan, Xitoyning halokatini, vatanimizning mustaqilligini dedik, unga hozircha erishamadik. Bu chaqda shu desa, payg'ambarimiz yana bizga yo'l ko'rsatib nima deydi? Buni mushunda bo'lgandan keyin mening duoyim ijobat bo'lmadi deb qaramdik yoki boshqa. Ha. Desa payg'ambarimiz nima deydi desa, sizning biringlar duoni qildi. Duoni qilgandan keyin bu üç narsning birisiga erishdi dedi. Üç fazilatning birisiga erishdi. Birinchisi Allah subhanahu va taolo shu adam talab qilganini berdi. Xitoyning halokatini talab qildik. Alloh uni halok qildi. Masalan, talab qilganini berdi. Uni bermay qolsa dedi. Talab qilganini bermay qolsa, ikkinchisi nima desa, qanday mukofotga erishdi desa, Allah şu duanın bedeliga bu insanın beşik yıldan bir yamanlıkını götürüyor. Musibetten birini, haplıktan birini götürüyor. Üçüncü, duanı kıptiken hem talep kıyığını bermepti. Musibetini götürüp etmeyi, musibetini kepti. Şunu bile bu adam ziyan tatkan bulamdı dese, yok. Üçüncüsü Allah bu adamga derecesini takımı yukarı kılış üçün kıygan duasınınki mükafetini kıyamet günü koyup koydu. Bu kıyamet günündeki mükafet bu hem de mühim aslı bilsek. O günde çünkü insan ma dünyada kılanmağını kılıvağını erişmegenge erişvağını buluş mümkün. Lekin kıyamet günü çoğu onu kıyğınmaydı. Dünyada kıyğınımız neymiş kıyğın bolsak şu. Şunun üçün demek üç mükafatının bir baken. Allah subhanahu wa taala biz talab qilgan narsani o'z ilmida balkim bizning manfaatimiz uchun hozir ijobat qilmagandir. Asa an takrahu. Asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Va asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Unda bo'lgandan keyin biz ishonch bilan har doim duoni qilishimiz lozim. Duoning ijobat bo'lganligining dalili Xitoyning bugun yiqilishi emas. Lekin yiroq sanmayliki bugungi kunda bugünkü bala musibetine Xitoy zalimi kelgan. Buni dünya nurg'un davlatlar Xitoyga urush e'lon qilib bugunkidek holatga eklanmaydi. Lekin Allah subhanahu va taolo o'z qudrati bilan kichkina bir mikrob orqali bugun Xitoyning hammasidagidek asosi necha million, necha yuz million Xitoy xuddi bizning xalqimiz turmuq solangandek bular o'ldirib solandi. Öldürgü soran da hatta bir Arapның nemesini aldım ben şu Xitoyning bir şehirde. Bir mi adam yok ko'chada video ken. Video ko'rsatdi. Bir mi adam yok. Hem ya şunda bir iş mi yok da mı? Muşunda bo'lib ketibdi. Necha million adam yashaydigan shaharda. Demak, mushum mu Allohdan kelgan bir jazo, bir balo. Buni tunishimiz lozim. Chuqum mushundaq balolar ayda zulmning sababidan şu vatandagi zulm asır qalgan turmalardagi va boshqa xalqimizning duolari va chet eldagi muhojirat yashayotgan qarindoshlarimizning duolari bilan Alloh subhanahu va taolo o'zining qudratini bu zolimlarga ko'rsatdi. Shuning uchun qat'iy biz duoga sal qarashga bo'lmaydi va shundaq duoning ijobat bo'lishining sharti men masalan bir joyda xotlanmoqchi, xotlanmandan duo qilib aytsa xotlanish lozim emas. Masalan, yoki dunyoda darhol qilgan talabini derhal aldığı kilişi bu lazım emez. Eğer onda olup kalsa bu dünyada sınak dünyası olmayı o çağda bütün elke hemmeden Müslüman bulduğun bir dünya ayrılıp kaldı bu. Lakin Allah'ın iradesi bu emez. Bu dünya sınak dünyası.
Oxirgi savolimiz hamda bu biz bir hemşerimizningki savoli. O deydi, men taqvodor bir ayol, lekin menda bir ig'ir gunoh bor. Bu gunohning nima ekanligini men bilmayman. Mening 3 o'g'lim bor, bir qizim bor, lekin bu qizimga faqat menda qizim mehrim tushmaydi, yaxshi ko'rmayman. Davomli shunga menda qattiq muomala qilib keldi. Bu haqda yo'ldashimdan nurg'un gaplarni angladim. Buni o'qitish uchun duo qilib baxtim, kitob o'qib baxtim, lekin faqat buni o'qitolmadim. Buni nima tavsiya bor deb shuni so'raydimda. Buning hukmi nima masalan? Birincisi bilish tegishlik bu hemşehrimizga birinci bo'lib nima deymiz desa, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir hadisda bir odamninki 3 qizi bo'lsa, bu qizlarni yaxshi tarbiyalasa, yaxshi adab axloq o'rgatsa, Alloh subhanahu va taolo bu bandani jannatga kirgizdi shuni bilan degan. O'g'il bolaligida deb mafazilat yo'q. O'g'illarga deb. Lekin 3 qizi bo'lsa, bu 3 qizni yaxshi tarbiyalasa, adab axloq o'rgatsa, bu kishini Alloh jannatga kirgizdi degan vaqtda sahobalardan birisi qo'yib 2 so'z shu ya Rasululloh degan. Ha 2 so'zmi ash mukofotga, ya'ni jannatga kirishga sabab bo'ladi. Ya'ni biz qo'yib 1 so'zmi degan. Demak, islomda qizlarning holidan xabarlash, buni go'zal axloqli qilib tarbiyalash, ko'ngil bo'lish o'g'illarninkidan muhim. Chunki bu ojiz bo'lg'achqa. Chunki ojiz bo'lg'achqa boshqa bir odamninki ayoli bo'lib umrini ashunaq o'tkazadigan bo'lg'achqa, bu qizning ota-ona bilan yashaydigan vaqti oz. O'g'il qarg'a vaqtda. Shuning uchun bu bir qizlarni go'zal, yaxshi tarbiyalash uchun yaxshi ko'rish kerak ekan. Yaxshi ko'rmay turib, uni go'zal tarbiyaligin bo'lmaydi. Shuning uchun Qur'oni Karimda Arablarni Alloh subhanahu va taolo alohida aybligan, so'kkan islomning ilgirki arablarni. Nima uchun desa, bular qizlarni ko'madigan bo'lg'achqa. Shu Qur'oni Karimda va iza bushira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazib. Xotning qiz tug'di desa, chiroylari qardab, saatlashib, ochiq tushib ketib bo'ladi deb aytib tasvirlagan. Demak, ma balası kaçıncı balı bunu bilmeyemiz. Birinci balı mı o ya bu? 3 o'g'lim bor, bir qizim bor deb. Qizim bor debdim. Birinci qatım ya qiz tug'ib qolib shu chaqda shu ya qaynotillari ya qaynopillari o'g'il tug'siz deb shunga shunday bo'lib qolganmi? Uni endi keyin ayrim so'zi bo'ladi. Lekin bu savolda bayon qilmabdi uni. Lekin ham umumiy xalqimizga deydiganimiz, umid qildiganimiz nima desa, qizlarning tarbiyasiga alohida ko'ngil bo'lish ve şundaqla qizlarni yaxshi tarbiyalashning o'zining ota-onaga nisbatan bir jannatning yo'li ekanligini bilish. Har qanday vaqtda mush singlimizga deydiganimiz, shu qizini yomon ko'rib qoldigan bir nima to'yga to'yilsa, men jannatga kirmay qolsam qanday qilaman? Bu qiz men jannatga boshlaydigan bir vasita bo'lsa, vasila bo'lsa, hazab bo'ldim deb jannatni o'ylashi, xiyol qilish lozim. Ma qizimga men kuyinsam, yaxshi tarbiyalasam, meni jannatga boshlaydi deb tunish lozim. Ashunday qilgan vaqtda inshaalloh chuqum yaxshi ko'radigan kun chuqum keladi. Ham Allohga qattiq duo qilib tilish lozim, zerikmaslik lozim. Ikkinchi bo'lib balla o'ttirisida adolat bilan muomala qilish bu shariatning hukmi. Shariatning hukmi balla hatto bir sil yaxshi, bir sil eski bo'lsa-mu, mirosda adolat bo'lish lozim. Hatto hiba deydi, insonning hayot vaqtida ballarga berdigan hediye soğatlardan çok adalet bilen muamele kılış buyuruyordu. Şunun için bu adaletninki en muhim kaysi ise mehr şefkat kuyuniş. Şunun için bu sınırımızdan birinci kızının cennet girişki bir vasıt bulduğalığın oyuluşu ve şundakla balla oturusda adalet bilen muamele kılışınki şeriatninki asas ikelliğini unutmaslığa tavsiye kılırız. Rahmet, Allah razı olsun. Şunu oradan tüketeyim. Allah razı olsun. Hürmetli qarindoshlar, bugungi savol javob nomli programmamiz bu yerda oxirlashdi. Yana boshqa programmalarda ko'rishmak umidi bilan hammalarni Allohga topshirdim. Xayr, xo'sh, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.